O'zbekiston Respublikasi Prezidentining joriy yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish hamda jinoyatchilik va huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish maqsadida qabul qilingan 1 va 2 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan hududlarda amaliy ishlar olib borilmoqda. Bu borada Narpay tumanida aholi gavjum bo'lgan joylar, bozorlar, savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarida targ'ibot tashviqot ishlari tashkil etilmoqda. Ushbu jarayonlarda tadbirkorlar savdo nuqtalari hamda aholiga qo'riqlash xizmatidan foydalanishning afzalliklari, uning xavfsizlikni ta'minlashdagi ahamiyati atroflicha tushuntirilmoqda. Tumanning Mirbozor bozori hududiga o'rnatilgan zamonaviy kuzatuv moslamalari hududni sun'iy intellekt asosida nazorat qilish imkonini bermoqda. Bu esa jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarni tezkor aniqlash va ularning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, jinoyatchilikka moyil hududlardan biri sifatida qayd etilgan tumanning Sarbozor mahallasini jinoyatchilikdan xoli hududga aylantirish borasida aniq vazifalar belgilab olingan. Tadbir davomida Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati tomonidan mahalla aholisining muammolari o'rganilib, ularni bartaraf etish yuzasidan tegishli taklif va tavsiyalar berildi. Shuningdek, muqaddam sudlangan, probatsiya nazoratida bo'lgan shaxslar hamda nizoli oilalar bilan profilaktik suhbatlar tashkil etilib, ularga huquqiy tushuntirishlar berildi. Jinoyatchilikni oldini olish maqsadida mahallaga kirib kelish yo'llarining boshiga zamonaviy kuzatuv kameralari hamda shaxsni identifikatsiya qiluvchi moslamalar o'rnatilmoqda. Bu orqali hududga kirib chiquvchi shaxslar ustidan nazorat o'rnatish, shubhali holatlarni barvaqt aniqlash va profilaktik choralarni kuchaytirish imkoniyati yaratilmoqda.